O'tiribman ota-bobolarimizni haykallarga qarab. Biza uchun nimalar qilishgan, urushga qatnashgan, urushga borgan, urushda jang kechib, qon kechgan, qancha azob, qancha qiyinchilik, ochlik, sovuq, issiq biza uchun jang qilgan. To'g'risi aytsam 80 yil bo'libdi, 80 yil. Hozir haykallarga qarab xayol surtiribman-da. Biza uchun qilib ketgan shu. Ota-bobolarimiz ruhlari shod bo'lsin. Nima ham deymiz, hozir ko'rsataman. Gullar kelib qo'yyapti ko'plar. Xotirlaydi. Bunga ham 80 yil bo'lgan. Urushga qatnashganlar o'zi umuman qolmagandir deb bilaman. Biz endi Rossiyadamiz. Qayda bo'lishidan qat'iy nazar shu urush bo'lganda va ota-bobolarimiz biz uchun jang qilgan. Qanaqa millat bo'lishidan qat'iy nazar biz uchun birlashgan. Shu kelajak avlod uchun mana. Xotirlar. Tanklarni ham ko'rsataymi sizlarga? O'chib qolmasa video ko'rsataman sizlarga. Mana oddiy qusham meniki. Ota-bobolarimiz yort qilgan ketib qusham.